Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Bugun sizlarga ajoyib xonadondan chiroyli travertin qilingan remont ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Travertinimiz juda chiroyli qilingan, garantiyalar bu 10 yil do'stlar. 3D rombik fason, qareyalar juda chiroyli naqshlar urilgan. Bu yerda toji mahal qilingan, yonlarida tovuslar tushirilgan, bakovoylari mana Versace fason qilingan, juda zo'r bo'lgan do'stlar. Narx-navosi bo'yicha qiziqmoqchi bo'lsanglar, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta, travertin qildiraman degan do'stlarimizga videoni jo'natib qo'yinglar, bittadan like bosib qo'yinglar. Biz videoni boshladik. Xo'p, do'stlar, videoni boshlab oldik. Shu xonadonimiz chiroyli qilib remont qilgan, travertin qilib bergan usta akamiz Jahon aka bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat aka, o'zim. Ishlar bilan charchamayapsizmi aka? Xo'p, bu xonadonga ajoyib fason qilib beribsiz aka. Ajoyib travertin. Mana bu yerda toji mahal qilingan. Toji mahal qilib berganmiz. Ikkita roshiga to's qilib tushirib bergan, chiroyli qilib. Juda zo'r bo'lgan. Qolgan taraflari 3D rombik fason qilingan do'stlar. Birinchi toji mahaldan boshlaymiz. Aka, bu qanday qilingan? Qayerdan chiqdi bu ideya? Dizaynlar qanday qilinadi? Shu haqida bir ma'lumot berib o'ting. Uydagi egasi bilan kelishgan holda shunaqa fason qilib berdik degan uchun, videolarimizda ko'rgan uchun shunaqa fason qilib berganmiz. Trafaleti bor o'zini. Trafaletni yopishtirib, travertin sepib berganmiz ustiga. Yaxshi. Xo'p, bu alohida bo'lmaydimi yo alohida bo'ladimi? Kelishamiz. Kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holda qilib beramiz tovuslarni hammasini. Yonida tovuslar qilingan. Bundan tashqari boshqacha dizayn ham qilsa bo'ladi-a? Gullari bor, har xilcha variantlari bor. Endi ma'qul kelsa shularni qilib beramiz. Telegram nomerlari yozsalaringiz sizlarga obrazes variantlarni tashlab beradilar. Xo'p, tepalari girdilari Versace bo'lgan. Tepalariga Versace qilib berganmiz. Bu tomonlar rombikcha bo'lgan. Do'stlar, qarang, yoqdim sizlarga 0 dan 10 gacha. Mana shunga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar kommentariyaga. Sizlar ham uylaringizda shunaqa chiroyli fason qildirmoqchi bo'lsanglar, bemalol ustalarimiz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Xo'p, sokinlari bo'pti, o'zi patoloylar bo'lgan, polni tayyor. Xo'p, bu taraflari mana nima uchun обязательно bu Versace qilinishi kerak aka bu fasonga? Bu fason rombikchaga Versace qilmasa o'xshamay qoladi. Chunki Versace bilan yarashadi rombikcha. Yaxshi, hisobiga Versace qilib beramiz. Birga bo'ladi. Xo'p, xonadonimiz uncha katta emas ekan, necha kvadrat aka? Hovlimiz kattaroq, endi tashqari qismlari hisobiga hovlimiz kattaroq, 370 kvadrat bu hovlimiz. 370 kvadrat necha kunda bitirsa bo'layapti? Hozirgi qishga yaqin sovuqroq. Hozir qish sharoitida sredni 15-20 kun atrofida bo'lyapti. 15-20 kunda. Endi kun kaltalik hisobiga shunaqa. Xo'p, yaqinda qish do'stlar, ustalarimiz bemalol qishga ham xizmatlaringizda bo'laveradi. Faqat mini-sovuq havo bo'lmasa, atak qor yog'sa, yomg'ir yog'sa ham bu ustalarimizda hech qanaqa maqolab cheklantirib qo'ymaydi, bemalol xizmatda ishlaringizda qilib beraveradi. Ob-havoga qarab, misol uchun o'zimiz chiroylanuvlari bilan qilib, ishlab chiroyli qilib beramiz. Xo'p, Jahon aka, usta aka, endi bizga aytib o'ting. Bu xonadonimiz o'zi mana chiroyli 3D rombik qilishdan oldin devor qanaqa holatda bo'lgan? Devorimiz holati shikaturka edi, tayyor. Kelganimizda kafellari, patoloylari bo'lganda, tayyor edi. Biz avval travertinni qilib berganmiz bu yerda. Qo'limda. Tagi shikaturka tayyor edi. Shikaturka bo'lgan, demak. Shunaqa. Xo'p, misol uchun loyishog'li xonadon bo'lsa, shunaqa chiroyli qilib travertin ursa bo'ladimi? Loyishog'li xonadon bo'layotgan bo'lsa, unga qilib beramiz. Chiroyli faqat tekis bo'lishi kerak. Loyishog'i misol uchun panjagash bo'lib unaqa bo'layotgan bo'lsa bo'lmaydi. Yaxshi, tekisroq loyishog'ida bo'ladi, ha? Xo'p. Narx-navosi qanday bo'lyapti aka? Narx-navosi $8 dan $12 gacha qilyapmiz. $8 dan $12 gacha. Shu fasonimizga nech puldan? Bu fasonimizda $9 dan qilib berganmiz. $9 dan tegalarini yopishtirib, tegalarini adin narxda uyga solib bergan. Yopishtirib berganmiz tegalarini. Xo'p, usta aka, endi $9 ichiga nimalar ketadi? $9 ichiga misol uchun travertin mahsuloti, bunaqa ranglari, lak, shunaqa narsalar, skochi, usta haqqi kiradi. Shunaqa. Usta haqqi, laki, instrument, pensiya hammasi usta akamizda bor. Siz hech qanaqa xossalarga bor, kraska olib kel, shotka olib kel,
muammolar bo'lmaydi. Unaqa. Kelasizlar, kvadratni ko'radilar, kelishadilar. 4 ta yoki 3 ta usta ishni boshlaydi, 15-20 kun ichida bitiradilar. Xo'p, to'lovlar qanday bo'ladi aka? Boshida to'lov qilish Boshida kerakmi misol uchun yo'q? 50% pulni olinadi, keyin oxirida qolgani. Qolganini. Shunday. Xo'p, boshida olganiga shu Material kvadrat patron, material mayda uchun shunaqa. to'lov bo'ladi. Shunday. Yaxshi. Demak, do'stlar, aytib o'tganimizdek, loyishali xonadonga ham qilsa bo'ladi. Bemalol qilsa bo'ladi. Sok, mana bu tegaga ham bir urg'u berib keting aka. Tegalarimiz tega yopishtirganmiz. Tega ustidan travertin sepib, travertin ustidan lak qilib berganmiz, chiroyli qilib. Yaxshi. Alohida bo'ladimi yo summasi bormi? Uyni egasi olib beradi, yopishtirish отдельно narx bo'ladi, kelishilgan holda. Yopishtirishga kelishilgan holatda. Xo'p, tegi mana shu bitta derazaga, misol uchun bu derazamiz 2ga o'shqayapti-da. Sredni 350 ziyodroq atrofida ketadi. Bitta derazaga 300 atrofida ketadi. Shunday. Atak do'stlar, xonadonlaringiz, bu xonadonimizda ham qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta ko'chada ham derazalar bor. Почти 10 ta. 10 tani 300 ga ko'paytirsangiz 3 million bo'lib ketadi. 3 million yana kvadrat ustiga ko'proq bo'lib ketadi desalaringiz, agar endi misol uchun variant aytyapman, mana shu tegani o'zidan mana shunday naqsh qilib travertindan tega chizib beraveradilar. Bemalol u alohida summa bo'lmaydi. Bitta kvadratga kirib ketadi. Yanada skidka, yanada sizlarga arzonroq, qulayroq variant bo'ladi. Xo'p, atak tegalarimiz ham garantiya aka. Tegalarimiz hech narsa qilmaydi. Mustahkam u chotki turibdi. Qo'l bilan nima, molotoy bilan urmasalaringiz atak normalniy turibdi mana. Shunday. Chotki turibdi. Xo'p, aka suv bilan yuvib olib, artib olib, shotkalasa ham, ishqalasa ham hech narsa zarar tegmaydi. Moyishi o'tiradi, o'ziga olmaydi. Yaxshi. Dog'am bor. Eng yoqqani menga mana bu qilib bergan dizaynlaringiz yoqdi-da, juda chiroyli turibdi. Shunday. Kiraverish koridor qismi deyiladi, shu yerga juda chiroyli bo'lgan. Tashqari taraflari ham bo'lgan. Xo'p, qaranglar qanday, chindan ham 3D da. Uzoqdan ko'rsalaringiz vahshan bo'rtib turadi, oldiga kelganlaringizda bir xil splashnoy bo'ladi. Xo'p, aka o'zi bu necha sloj qilinadi? Travertin 1 sloj, polirovkasi 1 sloj bo'ladi. Ustidan bo'yoq ishlari bor, mana shunaqa shakllar, keyin laki 2 sloj bo'ladi. Shunaqa. 2 sloj lak uriladi, ha? Shunday. Bu qanday qilinadi aka? Buni o'zi maxsus trafoleti bor, alkafondan yasalgan. Diyorga yopishtiriladi, ustidan travertin sepiladi. Keyin ranglari berilib, shunaqa holatga keladi aka. Yaxshi. Bunaqa trafolet, bunaqa rasmlardan yana boshqachalari ham bor, variantlari ko'p. Shunday. Bemalol ekranlaringizdagi nomerlarga usta aka nomerlari, Jahon aka ismlari yozsalaringiz, sizlarga obrazangiz bundan tashqari qilgan ishlarini qo'yib beraveradi. Xo'p, aka, eng arzoni $8 dedingiz. U qanaqa dizayn bo'ladi? Misol uchun 3D palasa, oddiyroq palasa, 3D palasa, oddiyroq g'ishcha, shunaqa variantlari. G'ishchani ham $8 da. Shunday ham. Mana do'stlar, ekranlaringizga sizlarga rasm ko'rsataman. Mana shu g'ishcha fason $8 dan. Mana shu ko'rib turgan 3D palasa fasonlaringiz ham $8 dan. Shunday. Bu 3D rombik esa $9 dan. $10 dan mana bu ko'rib turgan oq kartamero fasonlaringiz, mana shu oq travertin $10 dan bo'ladi. Yana yangilik bo'lyaptimi travertin sohasida? Hozirgi kunda endi Leonardo fasoni kelyapti. Leonardo. U qanaqa bo'ladi? Travertin emas, boshqacha material, travertinga o'xshash. Qanaqa rangda bo'ladi aka? Oq bo'ladi. Oq bo'ladi, kartameroga o'xshab. Shunday. 2025 nasibini Xudo xohlasa, bunaqa dizayn ursangiz ham chaqirsangiz ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz do'stlar, bitta aylantirib ko'rsatgan operatorimiz juda chiroyli bo'lgan. Qaranglarda bir devolimizga ortiqcha narsa yo'qda. Hammasi o'ziga yarashib turibdi. Mana bu Versace aytmaysizlarmi? Uyimiz ko'rib turibsizlar, ayvonli joy, quyosh tushmagan holatda ham qanday yaltirlab turibdi-da do'stlar. Hozir tashqari qismini ko'rsatamiz, quyoshga qanchalik toblanadi ko'rib o'tasizlar. Ketdik. Do'stlar, mana tashqari qismga ham chiqib oldik. Uyimiz tashqari tarafi, mana quyosh primo tushib turibdi. Qaranglar qanday. Yoqayaptimi do'stlar? Dizayn menga yoqdi lekin. O'z fikrlaringizda ochiqona kommentariy yozib qoldiringlar. 0 dan 10 gacha necha baho berasizlar? Chiroyli bo'lgan. Quyosh tushib turibdi, toblanib turibdi. Xo'p, usta aka, endi quyosh O'zbekiston quyoshli davlat. Shu ko'proq quyosh tushib turaversa, devolimizga, mana shu fasonimizga 3-4 yildan keyin qo'parilishlar, bunaqa zarar degan narsalar bo'lmaydimi? Unaqa narsa bo'lmaydi, nasib bo'lsa.
har 5-6 yilda bir marta lak qilib qo'yadi. Yana bilezik berib, xuddi o'sha holatga qaytadi. Faqat devorimiz tagida shuri yoki nimasidir bo'lmasa bo'ldi. Devor travertin qo'parilib ketmaydi. Yaxshi. Sho'r bo'lmasa, atak bunday urmasalar o'zi turaveradi, tushmaydi. Xo'p, versachi qilingan tashqari taraflari ham, har bitta burchak, har bitta tepa qismi versachi qilingan ugullariga juda chiroyli bo'lgan. Versachi ham, bu ham rangi ham travertinniki-da, bu ham aka, hammasi. Ha, rangi ham travertin, hammasi travertinda. Misol uchun ranglari bor, har xilcha variantlari bor. O'shanga nisbatan aniq qilib shu boshqacha maloshni ham qilsa bo'ladi, ha? Maloshni hozirgi kunda shu-da. Maloshni stromni ja so'q emas, ja och emas. Yaxshi. Xo'p, mana bu taraflari. Xo'p, ko'cha qismiga arka qilsa bo'ladimi aka yo uncha chiroyli chiqmaydi? Darvozaxonalarga chiroyli chiqadi. Faqat darvozaxonaga arka zo'r chiqadi. Xo'p, eshiklarimiz girdi, eshik ham yangi. Polni uyimiz o'zi novostroyga tushsalaringiz ham bo'ladi. Polni tega qilingan mana. Napleksdan tega yopishtirilgan. Napleksdan tega yopishtirilgan. Shunday. Tega ham yopishtirishcha unday qimmat bo'lmaydi. Kelishilgan holda. Metriga, kvadratiga 20-30 mingdan hisoblanadi. Uyning egasi do'stlar faqat bitta lisa olib beriladilar. Baland joyga ishlash uchun lisa ko'pga tushmaydi. Bitta para lisalaringiz ikkita bo'ladi. O'sha bitta para bir kuniga yoki oyiga qanchadan aka? Kuniga 2000 dan para. Kuniga 2000 dan bo'ladi. Atrofda. Bunday qimmat bo'lmaydi. Xo'p, aytib o'tganimizdek, mana shu ko'rib turgan fasollaringiz usta haqqi, materiali, kraskasi, shotkasi, hamma narsasi ichida. Qo'shimcha xarajat qilinmaysizlar. $9 berasizlar, kvadrati o'lchaydilar. 300, misol uchun 350 kvadrat bo'lsa $9 dan 3150 bo'ladi. Shunday. 370 bo'lsa $3400 bo'ladi. Shunday. $3400 ga chiroyli bo'lgan polnista do'stlar. U taraflari ham shu uyga mana shu kvadratga kiradi. 3 ta magazin qilingan. Magazin bilan birga bir xil bo'lgan. Xo'p, o'z fikrlaringizni kommentar yozib qoldiringlar. Bu videoni do'stlar travertin qildiraman. Uyni yangi fasonni hali remont qilmagan do'stlaringizga tashlab qo'ysanglar manfaatli bo'ladi, ko'radilar. Mana bu fasonimiz juda ajoyib bo'lgan. Xo'p, garantiyalar 10 yillar aka. Garantiya 10 yil berilyapti. Nasib bo'lsa, undan ziyodroq turadi. Yaxshi. Har 5 yildan keyin quyosh turayotgan ko'cha qismini lak qilib tursalar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Shunday. Lak qilish polni 2 millionlar ketsa kerak polni ustiga. Unday lak joyiga qarab qilib beramiz. Laklar ham qimmatroq bo'ladi, yaxshiroqdan. O'zbekiston bo'ylab ishlaysiz, aka? O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Bemalol zakaz olaveradilar. Uzoqroq viloyat bo'lsa 200 kvadratdan yuqorisiga chiqiladi. 200 kvadratdan balki tura, xohlagan kvadrat. Yaxshi. Bemalol do'stlar, fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Yangi yil kelishi bilan usta akamiz hozir gaplashdik. Tojikistonga ham chiqib xizmatlaringizni qilaveradilar. Tojikistonga ham hozirda travertinga fasad remontga Qozog'iston ham uylari ham qozog'istonlik og'alarimiz ham qiziqyapti. Ko'pchilik borib kelyapti. Shuni xabarim bor. Jahon aka ham 2025 dan Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga ham zakaz olaveradilar. Bemalol yozsanglar bo'ladi. Uyning egasi Rossiyadan bo'lsa, karta orqali ham to'lov bo'laveradi, aka? Ha, karta farqi yo'q. Olsa bankdan tashlab olsang farqi yo'q, to'lovlariga ahamiyati yo'q. Yaxshi. Boshida 30-40, maksimum 50% ni berasizlar, qolganini ish bitgandan keyin pat ключ topshiraverasizlar kelishib. Xo'p, ustalarimizga yotoqxona sharoit qilib berasizlar. Abet endi u sama saboy yotoqxona sharoit qilib bersanglar, yotib ishlaydilar, чтобы tezroq ishlari bitishga va uylaringizni chiroyli qilib tezroq topshirishga yaxshi bo'ladi. Shunaqami aka? Shunday aka. Bittadan like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Sherzodbek Uz va Jahon akamiz bo'ldi. Aka, endi skitka degan narsalar bo'ladimi? Nasib bo'lsa kelishtiruvchilar. Xafa qilmaysiz-a? Yo'q. Bo'ldi. Nima remont bo'yicha xafa qilmaydilar, skitka bo'yicha qo'ldan kelgancha qilib beraveradilar. 10 yillik optlari bor Jahon akani ham. Bittadan like bosib qo'yinglar. Bu videoni aytib o'tgandek, travertin qildiraman degan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Do'stlar, like bosish knopka bepul bo'lsa, menga unga like bossalaringiz pul yozilmaydi. Obuna bo'lib, like bossalaringiz men motivatsiya olib, sizlarga video yoqyapti degan umidda yana yangiroq roliklar chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar do'stlar, o'zlaringizni asranglar.